Azlar Oltinsoy Mirshodi bozorida 30 millionga mana ola sigir mana. Sog'in sigir 28 million hozir so'rab turibdi, berilmayapti. 35 bo'lsa oling deyapti egalari. O'zimiz mana Dinolik og'amizning moli. Ko'rishlaringiz mumkin. Bugun 24-yanvar haftaning shanba kuni Surxondaryo viloyati Oltinsoy Mirshodi bozoridan sog'in sigirlar qatoridan videoroliklar tayyorlaymiz. Video boshlanmasdan birdan like ayamaysizlar. Bizlar Surxondaryo Termizdan kelib videoroliklar tayyorlayveramiz. Mana qor yog'ishiga qaramay, mana qorning qalinligi 10-15 sm atrofida yaxshigina sovuq bo'lyapti, lekin shunda ham bozorda mana mol juda ham ko'p. Bir boshidan ko'rsatib o'taveramiz. Og'a bu yakka o'zimi? Oldi balansi. Qorami? Qancha so'rayapti xaridorlar? 31 million. Yetib bor ekan, ha? Termiz tumani Limonariyadan yangi uy olaman degan obunachilarimiz bo'lsa, 16 qavatli uylardan istalgan qavatdan uy xarid qilsalaringiz bo'ladi. 82 million 500 ming so'm boshlang'ich to'lov bilan. Eng qiziq, 30 millionni kompaniya o'zi to'lab beradi. 52 million 500 ming so'm bilan uy xarid qilsangiz bo'ladi. Qolaversa, har 25 ta sotib olingan uyga bitta damas yutqa qo'yiladi. Demak, 25 ga 1 bo'ladi yutish imkoniyati. Qo'shimcha ma'lumotlar uchun video ostida qolgan raqamlarga qo'ng'iroq qilsangiz bo'ladi. Surxon Abzor kanalini aytib qo'ng'iroq qilish esdan chiqmasin, chunki biz obunachilarimizga chiroyli qilib kelishtirib beriladi. Azlar nargi olani 28-30 shu atrofda qilib turibdi, bitmayapti. Buni ho'kizchami, urg'ochimi? Ho'kizcha. Necha bo'lsa oling dedingiz? Aytgan urg'och. Mana, bozor ko'targanida. Mana azlar kattagina sigir. Ko'raverasizlar. Yana bu yoqda Assalomu alaykum bobo. Yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Buzoqlarga chopon tashab qo'yibsiz-a? Mana sovqot, sovuq o'tmasin deb. Endi buzoqlar nozik bo'ladi-da. Ola sigirlar qancha so'rayapti bobo? Bunisini 30 million deyapmiz. 30 aytilishi. Xo'p, bunisi 50 million. Unisi 50 ga aytilishi. Ikkovini ham bolasi ho'kizcha. Ikkovini ham bolasi ho'kizcha. O'zi yaqinda tug'ilgan shekilli. Yangi tug'ilgan. Hafta, bir hafta, 2 hafta. Mana. Xaridorlarga nomer qoldiramizmi, yo'qmi? Ayting, og'a. 42,5 million. Manzili bilan nomer ayting unda, og'ajon. Manzili Denov. Azizlar, Denovda ham juda ko'p obunachilarimiz bor. Sho'rchidan farqi yo'q. Borib xaridorlar boshqa tumanlardan borib savdo qilsangiz bo'ladi. Nomeringizni ayting. 88lik. Azizlar, yilin juda ham katta. Yilin juda ham katta. Suti ham zo'r bo'lsa kerak. 88 kodi bilan 88lik 083 083 91 11. 91 11 raqamga qo'ng'iroq qilib savdo qilaverasizlar. Manzil Dinovda, dastavkasi ichida deyilyapti. Bundan zo'rlari ham bor. Bundan ham katta sigirlar uyida bor ekan hozir. Ekan bu zo'r biz o'g'il sigiringa. Ha, Chor aka. Bitta gapiring menga, bitta ikkita gapirma. Chor aka zo'rmisiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Aka zo'rmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi aka? Kayfiyat zo'rmi? Chor aka savdo qilasizmi bularda? Qaysi biri necha pul bo'lyapti? Necha pul? 30 million. Bunisi necha pul? 50. Bunisi necha pul? Ikkoviga bir joyga necha pul? Gapiring ikkovini bir joyga ketdi. Yana bu yoqdan sog'in sigirlardan yana bittasini ko'rsatib o'tamiz. Assalomu alaykum. Bobo, yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Kayfiyatingiz zo'rmi? Aka. Dinovda manzil. Dinovda manzil. Qizil qancha bo'lib qoldi? 27,5 bo'ldi. 27,5. Bolasi qizil ho'kizcha-da. Ho'kizcha. Bolasi ho'kizcha. 3-bolasi deyilyapti. Necha bo'lsa oling dedingiz? Bir yorilib aytdingizmi, yo'qmi xaridorga? Aytmadim. 35 baho qo'ydim men. Xo'p, 35 baho qo'yilgan. Odamlar 27,5 so'radi. 27,5 ga bitmayapti. Azizlar. 3-qorin mana shu. Oldida. 3-qoringa bo'ladi. Mana ko'raverasizlar. Azizlar, mana orqadagi sigirlar ham Dinovdan, manzil. Bu yoq ham Dinovdan sotuvchilar. Ko'raverasizlar. Bir boshdan ko'rsatib o'taveramiz. Savdongizni bersin, salomat bo'ling. Ola qancha bo'lib qoldi? 26. Ho'kizcha urg'ochi? Ho'kizcha. 26 millionga bitmagan azizlar. Surxon Abzor. Necha bo'lsa oling dedilaringiz sotuvchilar? Necha so'rasa? 27 lar bo'lsa baraka deyilyapti. Ko'raverasizlar azizlar. Bir boshdan ko'rsatib o'taveramiz. Og'asida savdo qanday? 24 millionga bitmayapti azizlar. Nechanchi bolasi bu? Birinchi, ikkinchi? Ikkinchi bolasi. Ho'kizcha urg'ochi? Urg'ochi deyilyapti, mana ko'raverasiz.
Neç qilishyapti xaridorlar aka? 23 yarim. 23 yarim. Bitmayapti. 23 yarimga bitmayapti azizlar. Bermayapti. 23 yarimga bitmayapti. Qani savdosi qancha bo'lib qoldi ekan akalar? 22 deyapti. 22 aytilishi. Bolasi ho'kizchami urg'ochimi? Bolasi urg'ochi, qora sigir. Ko'raverasizlar. Necha bo'lsa oling dedi sotuvchilar. Necha bo'lsa oling deyapti uydagilar. Uka? 22 ga bitmagan. Teparoqqa qarab chiqilsa baraka. Mana ko'raverasizlar. Sizda qanday? Aka 20 bo'lyapti savdo. 20 million. Mallada to'kisa bolasi. Bolasi urg'och. Bitmagan 20 ga. Necha bo'lsa oling dedingiz? 20 dan o'ting dedi. 20 dan o'tsa baraka deyilgan. Mana Birinchi tug'ish, mana. birinchi tug'ishi 10. O't, mahkam ishlang. Mahkam ishlang. Ko'raverasizlar azizlar, mana ko'rsatib o'taveramiz. Bu qancha bo'lib qoldi ekan, uka? 23,5 million. Bermadingizmi? Berilmagan. Nechanchi bo'lasiz? 3-chi bo'lasiz. Ho'kiz urg'ochi? Urg'och. Necha bo'lsa oling deyapsizlar? 25 million bo'lsa baraka deyilyapti. Mana bu katta sigir ko'raverasiz. 10 litr suti bor deyilyapti. Ko'raverasizlar. Manzil qayerda? Manzil Hazarbog' birinchi bo'lim. Denov Hazarbog'. Shundaymi? Birinchi bo'lim manzil. Nomer ayting. Yillik kodi bilan 730 730 4006. 4006 raqamiga 4006 raqamiga qo'ng'iroq qilib savdo qilsalaringiz bo'ladi. Izi bor-a? Izi bor deyilyapti. Ko'raverasiz. Agar videoga hozirgacha like bosmagan bo'lsalaringiz, bir dona like ayamaysizlar. To'g'ridan to'g'ri bozordan ko'rsatib o'tiramiz. Qani, xaridor aka qancha so'radingiz? Xaridor aka 20 million so'rayapti. 20 million azizlar, mana ko'rsatib o'taveramiz. 21,5 bo'lsa beraman deyapti. 8 litr sutiga garantiya deyiladi. Qani buzoqchasi qayerda? Mana buzoqcha urg'ochi. Yonida. Ha, mana. O'zim kiyimni kedirib qo'ydim. Mana gap yo'q. Buni savdosi qancha bo'lyapti ekan, bobo? Qancha so'rayapti? 20,600. Bitmagan. Necha bo'lsa oling dedingiz? 21,5 ber dedim. 21,5 dan bo'lsa baraka deyilgan, mana. Qashqa ekan, ikkinchi bo'ladi. Urg'ochimi, ho'kizchami? Urg'ochi ekan buzoqchasi. Mana ko'raverasizlar. Oltinsoy Mirshodi bozoridagi narxlar, azizlar. Qizil qancha bo'lib qoldi, aka? Umi, buni yenasi. 22 million. Bolasi ho'kizchami, sovqotib qolishmasin deb o'rab qo'yibdi akalarimiz, gap yo'q. Chunki buzog'ida ehtiyot qilish kerak-da. Mana kattagina sigir. Necha bo'lsa oling dedingiz aka? 25 ta bo'lsa baraka. Yoshgina sigir ekan. Ikkinchi bo'ladi. Yelinlari ham katta bo'lib, mana yaqinlashtirib ko'rsataman. Ko'raverasizlar azizlar. Mana ho'kizcha. Rangi tiniq ola ho'kizcha. Mana bobo, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Olani qancha so'rayapti xaridorlar, bobo? 30. Bolasi katta-da. Ho'kizcha bolasi. Mana. Bobo necha bo'lsa oling dedingiz? Necha bo'lsa oling dedingiz? 25 ham qani ko'p. Qochadi. Yo'q, gap yo'q. 50 million bo'lsa ham berib beraman deyapti bobomiz. Bozor ko'targani bo'ladi azizlar. To'g'ri, hazil huzuli bilan gapiramiz. Mana. Mana. Sizga bermaysiz, uni? Mana bolasi kattagina ola ho'kiz. Seskalari ham zo'r ekan. Mana. Yelinlari ham kattagina mol ekan. Tomog'iga qarasa suti ko'payib ketaveradigan sigirlardan. Ola parvoda azizlar, mana. Mana ko'raverasiz. 17 million so'rayapti. 17 millionga berilmayapti azizlar. Qaysi bolasi buni?
Urg'ochisi, ha? Bunisiniki erkak. Bunisiniki erkak. Buni birinchi tug'ish shekilli. Mana ko'raverasizlar. Buni savdosi 19 bo'ldi. 19 ga unisi bitmagan. Ko'raverasizlar. Realni savdo bo'layotgan joylaridan, Oltinsoy Mirshoda bozoridan. Qaysi savdosi bo'lyapti, akalar? Og'a, bu baraka bo'lgani yo'qmi? Endi keldilaringiz, ha? Gap yo'q. Mana endi kelishdi bozorga. Xaridor aka, qaysini so'radingiz? Bumi? Men bilmayman qaysi. Bumi? Bu qaysi so'rayapti? Necha bo'lyapti? 20 million. 20 million. Mana, buni ajin. Qayda buzovlarni urg'achib yetyapman. Ko'raverasizlar. Bozordan avtomashina xarid qilmoqchisiz, lekin bunga pulingiz yetmayapti yoki boshqa ehtiyojlar uchun pul kerak bo'lyaptimi sizga? Unda Vodiy taraqqiyot mikromoliya tashkiloti sizga yaqindan yordam beradi. Pensioner odamlar uchun 20 million so'mgacha, rasmiy daromadiga ega bo'lgan shaxslar uchun 40 million so'mgacha. Qolaversa, 2000-yildan yuqori yillarda ishlab chiqarilgan avtomashinalar garov evaziga 300 million so'mgacha bo'lgan pul mablag'larini 1-2 soat ichida ortiqcha hujjatlarsiz, eng qizig'i, sug'urta va baholash xarajatlarisiz rasmiylashtirishingiz mumkin azizlar. Manzilni qisqacha aytib o'taman. Surxondaryo viloyati Jarqo'rg'on tumani Agrobankning yonida. Qo'shimcha ma'lumotlar uchun video ostida qoldirgan raqamlarga qo'ng'iroq qilsalaringiz bo'ladi.